cho'ng bo'lganda ma'lum bilimlar. Mana bu bizning eng tatlı tilimiz bilan, eng saf qalbimiz bilan aytgan tunji arzuyimiz. Ma'arif bo'sug'isidan tunji qadam olgandan tortib, toki hozirgacha muallimdan iborat bu oddiy, ammo ulug' so'zni eg'izdan tushirib baxmadik. Chunki muallim har bir qadam bosqichlarimizga hamroh bo'ldi, har bir sabda bizga yo'lboshchi bo'ldi. Muallim keldi. Muallimga deyman. Muallim xafa bo'lsa qanday qilaman? Rahmat muallim. Salom muallim. Xo'sh muallim. Ha muallim. Ya qay muallim? Kechikib qolsam muallim tullaydi. Muallimga nim bo'lgandi? Hay, muallim telefon qildi. Shunaq. Munbarda muallim, maydonda muallim, kitoblarimizda muallim, o'yinlarimizda muallim, turmushimizda muallim, qalbimizda muallim. Kichik vaqtimizda o'rnimizdan turib, muallim degan kishi qalbini yo'ritqichi nurli sham deydiq-yu, ularning qalbini qanday yo'ritadiganligini bilmaydik. Keyin muallim ajoyib xislatga boy kishi jumu deydiq-yu, qanday xislat ekanligi ustida o'ylanmaydik. Mana hozir bo'lsa his qilishimiz o'xshamaydi. Muallimning simasini jiroqdan ko'rsakmi, hayajonlanamiz. Cho'nqur hurmatimiz bilan oldiga salomga berishga tirishimiz. Chunki biz cho'ng bo'ldik. Muallim so'zini to'g'ri, qimmati bilan tushundik. Muallim shu vaqtlarda sendek aqlliq, o'zingga ishon. Qarg'ina, savodoshlaring nima degan yaxshi. Ota-onang senga bak kuyindi. Faqat sen tirishsangla, kelgusida yaramli odam bo'lasan deb sabiy qalbimizga ilhom bergan. Shunlashqa biz o'zimizga ishondik. Atrofimizdagi mehr-muhabbatni his qildik. Ota-onamizni qadrlaydigan bo'ldik. Muallimning yana unchalik yiqilganga yishnim bo'lmaydi. Tur o'rningdan deyishlaridan mag'lub bo'lsak, shu joyda o'rnimizdan dast turishni o'rgandik. Ana avu mening o'quvchim. Mavu qiz mening o'quvchimti. O'qiyotgandimi bek tirishchanti. Mana arzusiga yetibdi. Nima degan yaxshi, ajrimning mevasini ko'ryapman. Vah, bu ovoz o'quvchimning ovozi. Ashu musobaqada birinchi bo'lgani mening o'quvchimjimi? Mana bu kitobni mening o'quvchim yozibdi. Bu kashfiyotni o'quvchim kashf qilgan. Saxovatning oldida menayotgan ashu bola mening bek yaxshi o'quvchimti. Maktabdagi vaqtida iqtisod kasbini yaxshi o'rgangan. Qarang, boy bo'lib ketibdi. Yaraysan balam. Davlatimizning muqimlik sepiga qo'shilganingdan intayin faxrlandim. Bu so'zlarni devatgandagi muallimning xushallik ko'z yosh qilishga ozliq qolganligini bilalaymiz albatta. Shundoq muallim, bizning natijamizda, bizning xushalligimizda, bizning baxtimizda sizning hassangiz bor. Biz cho'ng bo'ldik muallim. Biz his qila olamiz, biz tushunamiz. Chunki bizmi shu topda ini-sing'illarimizga, o'quvchilarimizga, bolalarimizga so'zlayapmiz. O'rgatuvchining qadamini besyapmiz. Ba'zilarimiz to'limi jafoliq, to'limi sharafli bo'lgan bu yo'lning ta'minini etyapmiz. Yana ba'zilarimiz haqiqiy munbarga chiqmasaqmi, siz ko'rsatgan yo'llar bilan muallim ataldik. Bugungi kunda dabdablik so'zlarni qilishni loyiq topmadik muallim. Qalbimizning eng cho'nqur joyidan chiqqan, eng oddiy ham eng chin so'zlar bilan sizga hurmatimizni bildirmoqchi bo'ldik. Shu topdagi hissiyotimizni ishingizning oldida qo'lida bir dasta gul tutib, tabassum qilib turgan hayajon tuyg'usi deb biling. Siz taqab qo'ygan qip-qizil galostukni taqab, 5 yulduzli qizil bayrog'imiz oldida hurmat turgan iftixorlik tuyg'usi deb biling. Unutib qolmang muallim, salomatligingiz bizning boyligimiz. Chunki biz texmi ko'p natijalar bilan, texmi go'zal baxtimiz bilan sizga javob qaytarmoqchi. Cho'ng bo'lib ketgan o'quvchingizdan, shogirdingizdan, izbosaringizdan sizga salom. Rahmat sizga muallim. Bayramingiz muborak bo'lsin. Her bir şair muallim dese, yazar betiga sizin nurluk çırak. Her bir dilar
mübarek bulsun. Ecrinizden talay güller yana içilsun. Muallimim bayramınız mübarek bulsun. Eşnadırlar sizden devam yana sürüksün.